Uyg'urcha lozijonni sirlari bilan Lag'mon manti istalgan taomlar bilan birga tanovul qilish uchun lozijonni tayyorlash aslida juda ham oson. Maydalangan achchiq qalampir, yirik achchiq qalampir, oq kunjut, yirik to'g'ralgan chesnok, svejiy imbir, piyoz va ko'katlar, ziravorlar va albatta achchiq suv. Bu uyg'ur sirkasi soya sois bilan adashtirib qo'ymanglar. Buni karsinkadan olsanglar bo'ladi. Ikkala qalampir 100 gram kunjut va chesnokni yaxshilab aralashtirib, 200 gram achchiq suv, ya'ni uyg'ur sirkasi qo'shib yaxshilab aralashtirib olamiz. Ko'k chesnok, kashnish, bir dona piyoz va svejiy imbirga 1 litr pista yog'ini quyib, keyin olovni yoqamiz. Yog' qizib 5 daqiqa qovurilgandan keyin hoju, 5 yulduz, timin urug'i, gvazdika va lavrol risni qo'shamiz. Bu prosesdan keyin yog'imizga o'zgacha hid va maza kiradi. Yog'ni sita va mallidan o'tkazib tozalab olamiz. Yog'ni birinchi yarmini quyib, lozijonni bir marta aralashtirib olib, yog'ni qaytadan yaxshilab qizdirib, qolgan yarmini quyamiz. Tuz, shakar, 50 gram kunjutni solib aralashtirsa, ishtaha ochar haqiqiy uyg'urcha lozijonimiz tayyor. Lozijon bilan har qanday taom yanada mazaliroq. Bu retseptni albatta takrorlab ko'ring. Agar sizga ma'qul kelsa, meni duolaringizni eslab qo'yishingiz yetarli. Bismillah. Alhamdulillah.